Bu ko'ylagimizda siz bilan birgalikda zamonaviy modellashtirishni o'rganamiz. Bu qanday modellashtirish deyishingiz mumkin. Hozir bu videoni to'liq ko'rsangiz tushunib olasiz. Bu yerda oldi andozamizda ko'krak vitichkalarini qanday qilib modellashtirishni va yengimizni xuddi shunaqa noodatiy tarzda modellashni ham va tikilishni ham ko'rib chiqamiz. Har doimgidek Maryam metodi bilan tayyorlangan oldi asos andozamdan foydalanib xuddi shunday qilib modellashtiryapman. Ko'rib turganingizdek, beldan yuqorisini ko'krak va bel vitichkalarini modellashtirdim va 3 ta skladka uchun xuddi shunday qilib ochib oldim. Andozalarni xuddi shunaqa holatda bichishimiz kerak bo'ladi. Asimetrik bichim bo'lgani uchun skladkalarimizni so'ng mana shunaqa noodatiy tarzda taxlab skladka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu video darslikni aynan beldan pastki skladkalarini va yengidagi skladkalarini qanday qilib tayyorlab, to'liq tikish sirlarini video darslik qilib YouTube va TikTok kanallarimizga joylashtirdim. YouTube, TikTok kanallar silqasini profil shapkasidan olishingiz mumkin. Bundan tashqari meni qalbi nurlilarim, azizlarim, sizlarni muborak Ramazon oyi kirganligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Bu oy hammamizga xayrli, barakatli, manfaatli bo'lsin. Maryam akademiyasi ham Ramazon oyi munosabati bilan mutlaqo bepul bo'lgan umra, haj yo'nalishida 3 ta katta darslikni tayyorlab qo'ygan. Bu darsliklarimiz namazning ko'ylagi, boni ro'moli va ximar ro'mollarini bemalol ko'rib, darslarda foydalanib tikib olishingiz mumkin. Bu darsliklarni qo'lga kiritish uchun albatta plyus qoldiring va siz mana shu darsliklardan foydalanib o'zingizga, yaqinlaringizga tiking. Ibodatlaringizda mazza qilib kiyish nasib qilsin. Maryamga obuna bo'lib, bu foydali ma'lumotlarni hamma yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Albatta plyus qoldiring. Ramazon hadyasidan foydalaning.